Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Ikkinchi unitni davom ettiramiz. Demak, ikkinchi unitda ham biz aynan shu imizars fe'llari haqida gaplashamiz. Faqat endi buni question so'roq kaplarda esalish haqida o'rganib o'tamiz. So'roq kaplarda. Demak, so'roq kaplarining asosiy belgisi kapning oxirida so'roq belgisini qo'llanishidir. Shunisiga to'g'ri qarating. So'roq kap yozyapsizmi? Albatta, sizda so'roq belgisi bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, so'roq kap o'zbek tilida oddiygina ma degan qo'shimcha bilan esaladi. Ya'ni kelasanmi? O kabutarmi? Bu ruchkami? deb turib yasaymiz. Demak, o'shandagi ma degan so'z orqali so'roq kap yasaladi. O'sha ma so'zi ingliz tilida qanday yasalishi haqida o'rganamiz. Ingliz tilida o'sha so'zni yasash uchun mana shu am, is, are so'zlarini gapning boshida yozishimiz kerak xolos. Eng boshiga o'tkazib olamiz, bo'ldi. Masalan, am I. Mana bu I am, men desak, menman degan bo'lsa, am I, menmi? He is, u degan bo'lsak, is he desak, umi deymiz yoki we are, biz desak, are we, bizmi shaklda tuziladi gaplar. Demak, savollarga javob berib keturlar shunday qilib. Masalan, is so'zi bu yerda kelyapti. What is your name? Your name so'zidan oldin ishlatilyapti. O'zi odatda undan keyin ishlatilishi kerak edi. Oldin ishlatilyapti. Shuning uchun so'roq gap bo'ladi. Sizning isming nima? David. Are you married? Mana are so'zi gapning boshida keldimi? Demak, ma qo'shimchasini qo'shib tarjima qilamiz. Sen uylanganmisan? Sen uylangansanmi? Yo'q, men single. Single bu bo'ydoq degan ma'no bildiradi. Yo'q, men bo'ydoqman. How old are you? Siz necha yoshdasiz? Mana you so'zidan are oldiga o'tgani uchun so'roqga hosil bo'lyapti. Are you student? Siz talabamisiz? Siz talabasizmi? Desak, masalan, 25 yoshdaman. Ha, men talabaman deb turib I am deb aytayapti kim bu yoqda. Demak, so'roq gaplar ikki xil usulda bo'ladi. So'roq gaplar umumiy so'roq gaplar bo'ladi. Umumiy. Demak, umumiy so'roq gaplarda am, is, are so'zlari gapning boshida kelgan bo'ladi. Biz bularni umumiy so'roq gap deb ataymiz. Va mana bunaqa where, what color, how much kabi so'zlar bo'ladigan bo'lsa, bular maxsus so'roq gap bo'ladi. Mana where bunaqa so'zlar bilan boshlangan bo'lsa tarjimasi bor. Biz ularni so'roq olmoshlari deb ataymiz. Qayer, nima, kim, qanday, nima uchun kabi so'zlar bilan boshlangan bo'lsa, biz buni maxsus so'roq gaplar deb ataymiz. Demak, umumiy so'roq gaplarga qisqa javob beriladi. Ha yoki yo'q deb javob berasiz. Maxsus so'roq gaplarga esa to'liq javob beriladi. Unda ha yoki yo'q degan so'zlar ishlatilmaydi. Umumiy so'roq gapda mana am so'zi boshiga o'tdimi? Ma deb qo'shamiz endi bunga. Men kechikdimmi? Yo'q, sen vaqtida kelding. On time vaqtida birikmasi. Sening onang uydami? Demak, ma qo'shyapman mana is qo'shimchasi oldin o'tgani uchun. Sening onang uydami? Yo'q, u tashqarida. Sening ota-onang uydami? Parents, ota-ona. Sening ota-onang uydami? Yo'q, ular tashqarida. Sening xonang sovuqmi? Ha, biroz. Sening to'flaring ajoyib. Ular yangimi? Mana are so'zi endi bu yerda gapning boshiga o'tgani uchun so'roq gap bo'lyapti va oxirgi so'roq belgisi ham qo'yilmoqda. Biz shuningdek aytishimiz mumkin, masalan, is she at home? U uydami? Sening onang uydami? Yoki ular uydami? Yoki ular yangimi? Sening to'flaring yangimi? deb gap tuzishimiz mumkin bo'ladi. Demak, quyidagicha qilib is so'zini at home dan ham oldin o'tkazib, bunaqa tartibini buzib tashlamang deyapti bu yerda. Demak, maxsus so'roq gaplar haqida gaplashamiz. Maxsus so'roq gaplarga to'liq javob berish kerak bo'ladi. Masalan, sening onang qayerda? U uydami? Sen qanday rangni yaxshi ko'rasan? Sening qanday rang? Sening mashina qanday rangda? U qizil. Sening ota-onang qanday? Ular yaxshimi? How much are these postcards? Bu postcardlar necha pul degani bu. How much degani pulga nisbatan ishlatiladi. 50 pence, 50 pence. Sen qayerdan? Demak, hammasida e'tibor qaratamiz endi bu yerda masalan, igidan oldinga o'tish kerak bo'ladi. Bu yerda masalan, yomarzi so'zi iga bo'ladi-da, is so'zi igidan oldinga o'tganligi uchun, igidan oldinga yozilgani uchun so'roq gap deymiz. Your car iga hisoblanib, is so'zi oldinga o'tganligi uchun, demak buni biz so'roq gap deyapmiz. Mana bu iga.
egidan oldin yozilyapti. Bu ham egidan oldin yozilyapti. Bunda esa masalan harakatda it ega bo'lib, is keyin yozilyapti. Sen so'zi ega bo'ladi va egidan oldinga chiqmoqda mana. Joy so'zi ega bu yerda, you so'zi ega bo'lyapti. Egidan oldinda yozilgani uchun so'roq gap deb ataymiz biz. Demak, muhimi maxsus so'roq gap va umumiy so'roq gaplarni ajratib olishingizdagi gap. What is? Demak, qisqartma shaklda uchrab turadi bu so'zlar. Ko'rib turganingizdek, who is bilan who is teng narsa. Who is ni qisqartirib whose deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. House yoki how is, where's yoki where is ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi. What's deganda yangi so'zmikan deb o'ylamang, bu what is so'zining qisqartmasi. Vaqt necha bo'ldi degani. Where is Jill? Jill qayerda? Who is that man? Anavi odam kim? How's your father? Sizning otangiz qanday? Demak, davom etamiz. Yes, I am deb javob berayotganda ha, menman. Demak, quyidagicha bo'ladi. Jadvalga qarab olasiz. Shaxsga qarab sizlarni kutaveradi burada. Odatda quyidagicha yozasiz. Masalan, is savol bilan boshlandimi? Ko'pincha is savol bilan javob beriladi. Is your friend English? Yes, he is. Are bilan boshlanyaptimi? Are bilan javob beriladi keyin. Are this your case? Kalitlaring bumi? Ular kalitlaringmi? Ha, ular shunaqa. That is bilan boshlanganda bu yoqqa it is bilan yozasiz. Mana that so'zi javob beriladigan ishlatilmaydi hech qachon. Yes, no so'zlaridan keyin that ni qo'llamaysiz. Endi sen so'ziga nisbatan savol berildimi? Men deb turib javob beriladi. Chunki mana sen charchadingmi? Ha, men charchadim deb javob beramiz. I ga nisbatan am qo'llashimiz kerak bo'lgani uchun I am shaklida ishlatilmoqda. Siz ochmisiz? Yo'q, men och emasman, ammo chanqaganman deb aytganmiz bu yo'la. Demak, mashqlarni bajarish quyidagicha bo'ladi. Savollar keltirilgan, javoblar keltirilgan. Savollar bilan javoblarni moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, kamerang qayerda deganda, sumkada, sening sumkangda degan javob to'g'ri keladi unga. Xuddi shunday qilib tarjima qilib, mos javoblar tanlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Bulardan biz so'roq gap yasashingiz kerak bo'ladi. Demak, at home your parent, your mother. Ya'ni gapning boshiga siz kerakli bo'lgan is va are so'zlarini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ular birlik va ko'pligiga ko'ra ajraladi. Demak, bu yerda ona bir kishi bo'lganligi uchun is qo'yildi. Ota-ona ko'p bo'lyapti. Ikkita bo'lsa ham ko'pga kiradi. Ko'p bo'lgani uchun are qo'yilmoqda. Demak, xuddi shunday shaklda esib chiqishingiz kerak bo'ladi. Esda saqlang, is bilan are so'zlari gapning boshida qo'llanilishi kerak bo'ladi. Xo'sh, demak, endi bunda javobga qaragan holda what, who, where, how so'zlarini qo'yib yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Avvalambor ularni tarjimasini eslab oling. Nima, kim, qayer, qanday. Demak, shu yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, avtobus bekati deb turib gap yarim top qilyapti. Avtobus bekati. Keyin bu yerda aytibdi, ko'chaning oxirida deb javob berilyapti keyin bu yerga. Ko'chaning oxirida. Demak, avtobus bekati qayerda degan savol tuzishingiz kerak bo'ladi. Shunda where so'zini qo'yasiz. Where so'zini o'zini qo'ysangiz kam bo'lib qoladi. Bu yerda mana how, are ham qo'yyapti bizga. Ota-onaga moslashtirib. Avtobus bekatiga nisbatan siz where is deb qo'yasiz. Ya'ni s qo'shimchasi qolib ketmasligi kerak. Agar s qo'shimchasi are qo'shimchalarini tashlab ketsangiz, savol hosil bo'lmay qoladi. Yuqorida ko'rganingizdek, har birida mana is, are kabi so'zlar kelganligi uchun so'roq gap hosil bo'lyapti. Bu yerda bo'lmasam so'roq gap hosil bo'lmay qoladi. Javobga binoan savol tanlaysiz. Masalan, mana bunda 5 ta, 6 ta, 10 ta deyapti. Sizning bolalaringiz nechta deganda, necha yoshda deganda 5 yosh, 6 yosh, 10 yosh deb aytayapti. Necha yosh degan so'zni qo'yishingiz kerak bo'lyapti. Necha yosh degan so'z how old so'zi hisoblanadi. Demak, name so'zi bilan foydalanib savol tuzing deyapti. Sizning ismingiz nima? Turmush qurganmisiz yoki bo'ydoqmisiz degan savol tuzing deyapti. Men turmush qurganman deb javob berish uchun are you single? Okay, are you married? Bittasini qo'ysak bo'ladi. Are you American? How old are you? Are you teacher? Shakllarda gap ketaveradi. Demak, har biriga bunda are bilan ko'proq tuziladi savol. Javob berish. Turmush qurganmisiz? No, I am not. Chanqaganmisiz? Yes, I am deymiz. Agar chanqagan bo'lsak. Agar chanqamagan bo'lsak, no, I am not. Shunday shaklda har biriga javob berib ketaverasiz. Savollar bo'lsa, bemalol marhamat so'raverasiz. Qolganligini mashqlar bajarish davomida tushunib olishingiz mumkin bo'ladi.